Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan S-Book kitobidan ingliz tilidan bugun sizlar bilan ingliz tili darsini o'tamiz va birinchi o'tadigan darsimizda bizda salomlashish bo'ladi. Hello mana o'qilishi hello. Xayrli tong. Good morning. Xayrli kun. Good afternoon. Xayrli kech. Good evening. Ishlaringiz yaxshimi? How do you do? Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. Nice to meet you. Nice to meet you. Sizni ko'rganimdan xursandman. Glad to see you. Ishlar qalay? How are you? Keling tanishaylik. Mening ismim. Masalan, shu o'zingizlar isminglarni qo'yasizlar-da. Let me introduce myself. My name is. Bugungi salomlashish darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz qisqa bo'lgani uchun uzr so'raymiz va kitobning ikkinchi qismini sizlarga ikkinchi darsimizda aytib beramiz. Hammaga Dilbar